Hamma salom, sizlar bilan Zohirbek. Bugungi videomizda u beni qamoqxonasidan qochishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerdan sakrayotganmiz. Qani pullarni olamiz. Za dengida. Qo'ydimi bu? Qo'yotdi. Qoch. Nimadir ne xo'p. Voy, men qamab qo'ydi. Mana ketishimiz kerak. Ketamiz. Pizza olmoqchi qarab kerak. Bo'ldi, mana bittada parkurlardan o'tib ketamiz. Duoto'dan tushib ketdim. Loy. 20 ming pulimiz bor. Oxirida sotib olsak kerak nimadir. 30 ming pulimiz bor. Mana bu yomon tushayotgan ekan kuch bilan. Sekin sakrab yuboramiz. Mana bu yerda dengi qolib ketyapti. Za dengida. Pizzalar bo'yicha yuramiz. Pizzalar o'rgatadi bizga. Ma'murloy. Yashir. Loy crazy. Loy chimo bot kal. Bu loy ku. Yoppale. Nima deyapsizlar? Bitta o'tib ketaman mana. O'zingizlarcha bot deb tashamanglar. Bitta o'tib ketamanmi? Pul. 90 ming pulim bor. Mana buni bossa bilaman deb qo'ydim. Qo'yotdi. Okay, nigga boys. O'tib ketdi yo bilasizlar. Ana shu tarafga ketaman. Bu yoqqa emas. Qani. Mana bu yerdan pul olishimiz kerak. 105 ming pulimiz bo'ldi. Loy, chimo, but, kal. Qani. Bosamiz, kiramiz. Qani. 115 ming pulimiz bo'ldi. O'sha mashtuki yonimizdan. Loy, yursenchi. Itar o'rsi bo'lar ekan. Itar o'rdi men uni. Yotibdi hali ham deb ahamiyat berib tushib ketdi. Hozir yana itar chalg'imasligim kerak-da. Davay. O'zi shunaqa turibdi bu loy. Krisi. Sakrab o'tib olamiz. Bu, mana bu yerda o'chirish kerak deb turdim. Qani. Sakra. Bularchilar biz uni bosib Mametga kelib oldik. Endi bu yoqqa o'tib ketamiz. Pul olishimiz kerak. Mamet nima deyapti? Bu yoqdan o'tmaymiz. Qani. Qo'ylyaptimi? Qo'ylamaydi. Nima qo'ylaydi? Qo'ylyapti. Ana eshik. Qo'ylyapti. Qoch olasan. Bo'ldi. Pul olamiz. Yana dalcha davom etamiz endi. Mana sakrasi cho'tkida mashta bor. Lava ekan. Yo-mayo. Давай. Diyene. Давай. Da bittada. Tug'ma parkur istadim. Yo, men bitta sakrab o'tsak bo'ladi. Yo-mayo. Nima uzoq bilan orasi? No bo'ladi, mayli. Endi bu yoqdan o'tamiz. Mana bitta pul yo'q. Pul. 175 ming pulimiz bo'ldi. Loy. Toza loy. Yaxshi, mana bu o'tib ketdik. Endi bu yoqdan o'tamiz. Mana bu yerda pul olamiz har doimgidek. 205 ming pulimiz bo'ldi.
Chotki. Mana sinadi. Nima dedim ben? Sinadi dedim. Davay. Men bunu bosmayapman. Jinnimi bu? Chumi bu kal. Ozgina o'tib sinarkan-da. Chumi. Bitta narsani eplolmaydiman, skinim bor. Bir tenga qimmat-e. Yaxshi o'tib ketdim. Mashinaga kelib tushib ketsam lekin. Buni bilaman men. Buni o'ynaganman. Mana. Men bunaqa ko'p bosib yuboraman, mana. Davay. Bittada ko'rasizlar. To'g'risini urib qo'yganlarim hisobga olmaganda. O. Poyun yurganmiz. Hech yo'limga tiqilma. So'q ketdimmi? O'tib ketdi, o'g'lazlar o'tib ketdi. Bu vobshiyu. Voy. Ama chiqigini chiqib qo'ydi-yu. Chumi. Davay. İkinci o'rinda men hali birinchi o'ringa chiqib olaman men. Qilma, yo'l ko'rinmayapti. O'tdim. Yaxshi. İkinci o'rin ishimizda o'tib ketdim уже, obunachilar. Bizani 205 ming pulimiz bo'ldi. Pas. 5 ming pul berdi. O aravachaga o'tirib olarkanmiz. O'tirib olganim qaranglar. Qani? Bos. Davay. Lava. Sakra. Qani bu qatga chiqadi? Voy, o'ldim. Demayman, o'lmadim. Shuni to'g'ri qilib qo'yganda nima qilardi? Bu nega? Aytdim, nima bu unaqa bo'pti? Obunachilar, biz ham mana bunaqa joyga kelib oldik o'zi. Bu qanaqa o'yin? Bo'ldi, tushundim men bu o'yinni. Sekin yuguramiz. Qo'shiq o'tishi bilan sразу bitta stulga o'tirib olishimiz kerak. Bo'ldi. Qaysi bir bo'ldi? Voy, ko'kol ketdi. Yaxshi. İkinci o'rin ishimizda qani. Aylanamiz. Borib sразу o'tirib olishimiz kerak. Voy, yutqizdim. Nimaga buni tanladi? İkinci o'rin ishimizda endi. Davay. Bitta odam chiqib ketadi. Mana shunaqa qilib turishimiz kerak. Voy, qizil oldi birinchi o'rinda. Endi ikkinchi bo'lib kim oladi? Mana qilib bu tarafga qarab turishimiz kerak ekan. Qani? Yashil oldi, oxirgisi endi. Qani? Ko'k chiqib ketadi, meni yutolmaydi. Yaxshi! Ozgina qoldi, o'lib ketarkanman. Davay, endi mana eshik ochildi. Qani? Mapda pulni olamiz. Pulni olganimizdan keyin vhod, chiqishga kirib ketamiz. Qani? Men bu yerdan 75 men olmayman, nima zarur olib. Pulni olamiz. 275 pulim bo'ldi. Mana buni olib, bu yoqqa qo'yib. Loy, bu kal.
Agar sizlarga ham shunaqa skin kerak bo'lsa, Ulug' akam Robux skinida bor. Men bu yerda o'tib ketgandim u. Bo'ldi, men bu yerdan eng yomon ko'rgan narsam mana shu. Bittani o'lik. Nima unaqa bo'ldi bu? Ish men bu yerdan boshlanib qo'yar ekan, Loy. Hech bo'lmasa men bu yerdan boshlantirmaydimi? Birinchilik so'qib o'tganimiz yaxshi bo'ldi. Davay. Sakradim-ku. Yana qanaqa sakrash kerak bunga? Qani? Sakraymiz. Eng yomon ko'rganim mana shu-da. Eng yomon ko'rganlarimdan bittasi shu. O'tib ketdim. 290 ming pulim bo'ldi. Bu yerdan nech pul ekan? 100 mingga mana qarz olar ekanmiz, qani. Endi men bundan otib o'ldirishimiz kerak. Buni jo'ni ketdi, tasvirda ko'rsanglar. O'qdi. Davay. Qoch olasan. Shalab o'tirgan bu. Jon bitta ham ketgani yo'q hali. Bitta ham jonim ketdi. Ketdi jonim loy. Sarkıp koydu canımı. Sakın iki kızı bu. Oldu. Endi Muhammed'den o'tib ketamiz. Bo'ldi. Qat ochiladi, qani? To'xta, tushib qolay. Bo'ldi. Qani endi Antar jon turibdimi? Nimadir turibdi. Bu Roblox'li menga kerak emas. Avtobusga o'tiramiz va ketamiz, qani? Kelinglar, avtobusimga 53 tezlikda yuradi. Davay. Urib ketish kerak buni. Loy. Bitta narsani eplab urib keta olmayapti-yu. Davay. Tortmayapti. To'xta. Men metanga o'chirib turganda turibdi-yu. Voy. Davay. Men nima qilaman? Undan ko'ra pishkom ketganim yaxshi. Mashina metanga loyga botib qoldi mashina. Bo'lmaydi endi bu mashina. Bu sotib olish kerak. Kim oladi? $1000 ga sotib olaman. Aytaman, rasmim turibdi. Skinim rasmi turibdi. Qorbobo, jon Qorbobo turibdi. Qani yuguramiz. Mana nima ekan bu? Nima ekan bu? Avtobus ekan. Endi bu yoqqa tepaga chiqamiz birinchi bo'lib, qani. Tepada nima bor ekan? Menga nima borligi qiziq. Qani. Вообще chiqadigani ko'p ekan. Nima ko'ra tekis qo'yganda nima bo'lardi? Hech narsa bo'lmas. Bo'ldi, men yutdim. Net. Onachilar qaranglar. Yo-mayo. Men buni bosamiz. Mana qaranglar. Endi buni bossa kichkina ovqatda. Buni bossa o'zimni o'rtacha skinam. Вообще tez yuradigan bo'lib qoldi. Men batutlar nimaga ekan? Yo-mayo. Onachilar bu вообще yo'q. Bo'ldi, obunachilar, shu joyda videomiz tugadi. Hamma xayr.